Assalomu alaykum. Luiza Ashrapovaman. Mehmonxona turizmida aynan HR psixolog lavozimida ishlayman. Toshkent va regionlar bo'yicha insonlarni ishga qabul qilib va ularni o'qitish bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda 1, 2, 3 va 4 xalqaro modullar, xalqaro trenerlik modul kurslarini tugatdim. Hozirgi kunda aynan ularni sertifikatsiyadan o'tkazish ishlaridan, ya'ni superviziya o'tilganidan keyin test topshirishga tayyorgarlik boshlaymiz. Kurs 3 kunlik bo'lishiga qaramasdan juda ham qiziqarli, har bir detalga e'tibor berilgan, undan charchash aslo mumkin emas. Olinayotgan bilimlaringiz bu siz tuyayotgan har bir tuyg'uni eng oliy darajasida biladi. Lola Razakova o'zlarini sohalari bo'yicha mohir ustoz, ulardan olinadigan motivatsiya va kuch juda ham katta, bilim juda ham katta. Uni bemalol olib o'zingiz yo'nalishlaringizda ishlatishingiz mumkin. Hozirgi kunda bu kurslarni asosan taklif qilishimiz mumkin. Bu faqatgina trenerlar uchun emas, HRlar uchun, psixologlar uchun, umuman o'zini ish lavozimida, ish joyida kimgadir bilim berish yoki yana ham ishini rivojlantirish uchun shug'ullanmoqchi bo'lgan har bir kasb egalariga taklif qilgan bo'lardim. Asosiy bilimlaringiz ham uyg'onib, kelgusida o'zingiz ishingizga foydalanishga juda ham katta yordam beradi.